Agar katta tavsiyali baliq tutmoqchi bo'lsangiz, bu montajga ozgincha o'zgartirishlar kiritishingiz kerak bo'ladi. Bu montajni bizib, qarmoqning asosiy leskasiga boshqatdan yig'ib chiqishingiz kerak bo'ladi. Qarmoqning asosiy ipiga bitta kichkina stopper qo'yib olasiz. Keyin o'zini maxsus mana bu gruzlaridan qo'yasiz. Og'irligi 40-50 gram atrofida bo'lsin. Chunki mana bunaqa texnoplanktonlar 60-70 gram atrofida bo'ladi. Agar toshingiz bundan og'ir bo'lsa, xo'rayni otgan paytingizda bu oldinga o'tib ketib, ipingiz chugal bo'lib qoladi yoki montajingiz siz xohlaganingizdek ishlamasligi mumkin. Keyin poplovka qo'yasiz. Keyin yana bitta stopper. Keyin bitta karabin boylab olasiz. Agar xohlasangiz mana bu bitta karmushkasidan yoki mana bu oddiy spitsadan qo'yib ishlatsangiz ham bo'ladi. Agar mana bu oddiy spitsadan foydalanaman desangiz, bunga bitta chempion texnoplانktonni qo'yasiz. Tagiga bitta vertlichokka 5-6 sm powder kurchok yasab qo'shib olsangiz, bu yana ham foydali montajga aylanadi. Keyin buni yopishdan oldin mana bu bitta ko'krus tiqib, kurchoklarni shunga tiqib otsangiz, kurchoklar bir-biriga bog'lanib chugal bo'lmaydi. Bu suvga tushganda tez erib, kurchogingizni yengillik bilan qo'yib yuboradi. Qani endi bu yasagan montajingiz qanaqa ishlaydi? Men birinchi qo'ygan stopperingiz suvni chuqurligini belgilaydi. Masalan, stopperni 2 yo 3 metrga qo'ydim desam, poplok shu stopperga chiqib to'xtayapti. Mana bu toshimiz bo'lsa, yakir vazifasini bajarib beradi. Bunaqa montaj bilan siz kattaroq tavsiyali baliq tutish foizingiz yana ham balandroq bo'ladi. Stopper ham kichkinaligi sababidan mana bu kalsiyalarning ichidan yengillik bilan o'tadi. Bu xo'rayni otayotganingizda sizga xalaqit bermaydi. Iloji bo'lsa bunaqa montajni kalsiyalar kattaroq karpiga qarmoqlarga yasasangiz, yana ham effektliroq bo'ladi. Ozgina vaqt va e'tibor bilan bu montajingiz universal montajga aylanadi. Endi bu montajni xohlasangiz 2 yoki 1, xohlasangiz 70 sm chuqurlikda ham ishlatsangiz. O'zini holatida ishlatsangiz 70 sm atrofida ishlaydi. Bu katta tavsiyali baliqlarni tutish foizini pasaytiradi, chunki katta tavsiyali baliqlar har doim chuqur joyda bo'ladi. Agar hech narsani tushunmagan bo'lsangiz, hozir boshqatdan tushuntiraman.